Assalomu alaykum aka. Anjumana qilmoqchi edim, sanib tura olasizmi? Anjumana qilmoqchi edim, sanib turinglar. Yo'q, anjumana qilaman-da, sanib tura olasizmi? Sanib tura olasizmi? Sanib tura olasizmi? Yo'q, vaqti bo'ldi. Bugun men Ko'ksaroyga kelganman. Kecha loyihamga bir kishi qatnashgan. Bugun esa undan ko'proq odam qatnashishi kerak. Men o'z loyihamga kimlarni taklif qilaman. Yoshi katta bo'ladimi, kichkina bo'ladimi, o'smir yoshda bo'ladimi, maktab yoshda bo'ladimi, hammasini taklif qilaman. Ayniqsa o'z nafsini yenga olmay, telefonga bog'lanib qolgan, semirib ketayotgan aka-ukalarimizni hammasini taklif qilaman. Birga shug'ullanamiz, video olamiz. Men orqali media yulduziga aylanishi mumkin. Bugun xudo xolasa 365 kunlik challenge'imda 279-kunda 279 ta ajjimana qilamiz. Qani ko'ramiz bugun loyihamizda necha kishi ishtirok etar ekan. Aynan bugun Ko'ksaroydagi bolalarni hammasini jalb qilib ko'ramiz. Necha kishini rozi qilar ekanman. Instagramga videoga yordam berib yuboringlar. Video olishga yordam berib yuboring. Qanaqa video? Ajjimana qilamiz birga, bo'ladimi? Nima qo'yasiz? Telegramga qo'yasizmi? Men bilan qo'shib ajjimana qilishingiz kerak. Maylimi? Bugun biz 5 kishi bo'ldik. Bizning loyihamizga qo'shilishni istasangiz, Telegram kanalimizga qo'shilib qo'ying. Bundan keyingi manzil qayer bo'lsin kommentariyada yozib, qo'llab-quvvatlashda davom eting. Boshlaymiz. 1 2 3 4 5 96 97 98 99 100 197 198 199 200 278 279 Ijodimizni qo'llab-quvvatlash uchun bitta like bosib qo'ying. Молодец. Zo'r, молодец.